Hop, o'tirib ham zerikdim. Mayli, ish topishimiz kerak. Qanaqa ishlar bor? Hop, ish bor ekan. Qani kirib ko'ramiz. Hop. Aha, bo'ldi. Telefon qilamiz. Okay. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ko'ruvchi ish e'lon bergan ekansizlar ish bo'yicha. Ha, e'lon berdik. Hop, qanaqa ish o'zi aka? Aka, siz o'sha yerda gaplasha olamiz. Bo'ldi, hop, qayerga borish kerak? Lekin ham o'sha yerga boramiz. Hop. O'chirib qo'ydilar. Mayli, g'alati, mayli. Hop, lokatsiya shu yerda ko'rsatdi. Qayerda? Mana shu o'rmondan. Mana shu to'g'rini ko'rsatdi. Bu yerda kimdir turibdi. Menimcha shu yerda bo'lsa kerak. Hop, mayli, borib ko'ramiz. Hop. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bo'z degan odam chaqiruvdi. Aha, boss xolos pastlarga kirishib qo'yasiz. Nega bo'z o'zi chaqirdilar ish bilan? Mayli, osir qo'ycha. Ana boss. Kirib so'rayman. Okay, bo'ldi, xo'p. Bo'ldi, kirib. Hop. Hop, mayli. Yopaymi? Albatta yopasan. Hop. Bo'ldi, hop. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Shuni. Mani ismim Ledik. Hop, ish bilan e'lon bergan ekansiz, lekin joylar g'alati-ku. Ha, mayli, keyin olasan, xo'p. Qarichi, san bitta dorilar beramiz. O'shalarni sotishing kerak bo'ladi. Qanaqa dorilar? Keyinroq bilasan. Mayli, xo'p. Qarichi, har bir dori sotganingga senga 2 stak izumrud emas, 1 stak izumrud beraman. Rozimisan? Bir stak. Hop, roziman. Mayli, menga ishonishing uchun san o'tdi. Qo'rqmachani ochib ko'r, hech pul borligini ko'rasan. Hop. Qancha izumrudlar? Ha, hali bu meni boyligimdan 100dan bir qismi. Mayli, xo'p, sandiqdan dorilarni ol, bor sotib kel. Lekin aytib qo'y, ertalab sotganing xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun kechroq sot. Hop, mayli, lekin Agar sotib qo'ysang, seni tinch qo'ymayman aytib qo'y. hop, mayli. Mana shu dorilarmi? Ha, Albatta borchi. hop. G'alati odam ekan, mayli. Hop. Okay, ketdik. Nimadir g'alati ekan bo'z degan odam. Mayli, buni qayerga sotamiz endi? Menimcha bu qora dorilar-ku. Uy, cho'ntagimizga qo'ydik. Shuni politsiyalar bo'lsa qo'lga tushishi mumkin. Yo'q, qanaqa bu? Yo'q. Mayli, ketdik, uni sotamiz. Hop. Voy, qishloqi. Nima deysanlar? Yo'q-ki. Kirchi, mana bitta narsalar bor. To'g'ri bor. Olasanmi? Ana dorilarmi, lekin sen sotasanmi deb o'ylayman. Yo'q, men sotmayman. O'zim sotolmani-ku. Yo'q, bo'ldi. Ikkita ber menga. Ikkita ber. Okay, bitta. Qayerga? Hozir mana buni to'g'ri oling. Bo'ldi, xo'p. Men qishloqqa ikkita. O'sha. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, men unda ketdim. Bo'ldi, xo'p. Tushim yetmaydigan qara. Yo'q, aytmayman. Nimaga qaraysiz, sanda birovga aytish mumkin. So'q. Mayli, xo'p, men ketdim unda. Xo'p, bola qolganini qayerga sotsam ekan, ha? Mayli. Xo'p, to'xtanglar. Menimcha kompyuterdan zakaz qilganim yaxshi, onlayn. Xo'p, okay, Telegram bot yaratamiz. Ism, familiya, yosh, telefon nomerlarini bekitib qo'yamiz. Bo'ldi, hech kim meni endi topa olmaydi. Bo'ldi. Zakaz berdim. Hozircha sira zakaz tushdi 3 taga. Oy. Ikkitasi atmay qo'rdi. Nimaga? Yo'q. Mayli, xo'p, bitta uyni qo'yib qo'yish kerak ekan. Xo'p, mana shu uy ekan. Biz yonimizdagi uy. Maydoncha yaqin, hammasi zakaz beryapti. Mayli, xo'p. Nima sekin hech kim ko'rmasligi uchun chekka qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Menimcha shuncha sotdik. Bo'ladi, ketdik, qolganini bo'zga topshirib kelaylik. Bugungi ishimiz yetadi. Mayli, xo'p. Bizga qanchasini sotdik shunda? 15 dedimi? Biz 3 tasini sotdik. Yaxshi. Hop, men bu soldim. Hop. Sekin kiramiz. Bo'z, Yaxshi, nima uncha tez kelding? 3 tasini sotdim men. Yo'q. Yaxshi, bo'ldi. Qolganini olasan. Sot. Ertasi kuni sotaman yoki kechqurunmi? Bo'ldi, sal qarasam qo'yib. Hop. Mana pulim olish mumkinmi? Beda olishi mumkin bemalol.
Hop, bola ustamiz, Murat. Rahmat sizga bo'lsin. Bo'ldi xo'p, yoqdimi ish? Ha, yoqdi ekan. Sal qo'rqaman. Qo'rqma akam, ishlaganman, ko'p ishlaganman. Sanayam, mayli qol, bora qol. Xo'p, mayli. Nimadir yana bu g'alati, mayli. Hop, ketdik. Uyimizga 3 Zumrud. Hop, chim ko'rmasa sal chekkaroqda yuraylik. Qo'ydan beri to'g'rida yurganmiz. Chiqib bu stopman, o'zi indamasa bo'ldi. Hop. Yaxshi, endi bu sunduklarni men bu pullarni madga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Mayli, endi bir kompyuterda ish qilsam ham bo'ladi. Endi onlayn zakazda o'chirib qo'yamiz. Zakaz tushmabdi hozircha. Mayli. Xo'p. Jamol. Jamol. Jamol yo'q, nima bular? To'g'rimi? Buni tez politsiyaga aytmasam, tezroq aytishim kerak.